fuqarolarga javob xati yoziladi. Mana kecha 2-3 tarsini o'qib ko'rib bir xil yozadi. Agar siz deydi norozi bo'lsangiz, yuqori organga murojaat qilishingiz mumkin deb adaljen qiladi. Bu minnat qilish bu. Shu turish ham qiladi fuqaro. Huquqi borligini biladi. Bu bilan sen o'zingdan mas'uliyatni qochirmoqchisan. Aniq yozish kerak. Sizda tadbirkorlik bilan shug'ullanish qilish bo'yicha murojaatingiz falon mahalla hokim yordamchisi bunga, hokim yordamchilar rayondagi kattakon Eshmatovga tuman hokimi tomonidan topshirildi. Ular bo'yicha sizga bog'lanadi. Eshmatov telefoni falonchi, Toshmatov telefoni bu. Siz shu masala bo'yicha masala qanoatlantirmasangiz, menga chiqishingiz mumkin deb yoz xatni. Har kun telefon qilsin. Eng qizig'i. Murojaatlar bilan ishlaydigan xodimlar telefonini odamlarga, fuqarolarga bermaydi. Bermas ekan. Boshqarmalarda ham, shahar tumanda ham. Shuning uchun murojaatlar bilan ishlashda KPI tizimini yo'lga qo'yib, murojaatlarni kechiktirgan, vaqtida javob bermagandan tashqari murojaatlar soni kam bo'lsa, bu murojaat bo'limini lavozimidan ozod qilish kerak. Ataylabdan qabul qilmaydi. Shu fuqarolar kelgan paytida telefonni ovozini balandga qo'yib, hokimboy falonchi 5 ta fuqaro kelgan, falon narsadan norozi ekan. Sizga shularni ulab bersa maylimi deb ulab bersa, hokim ham normalni bo'lib, shu fuqaro uchun yurmanku men. Davlat rahbarining siyosati shu-ku, xalqni rozi qilish-ku. Shu xalq norozi-ku. Hokimiyatning eshigini tagiga kelgani o'zi norozilikni belgilasi shu.